hammamizga shunaqa jannat tojini kiydiradigan soliha qizlar nasib qilsin. O'g'li yo'qlar, o'g'lim yo'q deb hech qachon o'ksinmay. Shunaqa qizlar bor, chiroyli qilib tarbiyalasin, sizga jannat hadya qiladi. Shunaqa soliha qizlarimiz uchun yuragini bitta qizartirib qo'ying, videoda ko'ring. Alo, assalomu alaykum dada, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Bezovta qilmadimmi? Ha, dado. Qayerda edingiz? Ana oldingizda odam bo'lsa, hamma bo'lsa dinamikka qo'ying. Bumlar ham bormilar? Dado. Ikkinchi marta Qur'on tojiz muborak bo'lsin. Nima bo'ldi? Ikkinchi marta Qur'on tojiz muborak bo'lsin. Maşallah, rahmat qilib Alloh razı bo'lsin. Ko'ngli ziyorat bo'lsin, Alloh qabul qilsin. Tog'imlarkida. Qatta topshirdik, bu so'rayaptilar. Madinada. Madinada? Madinada. Ha, onlayn topshirdingmi? Ha. Mayli, mukofoti mendan senga umr Xudo xohlasa qizim. Dada to'liq yodladim. Endi qoriya qizim deb yuraverasiz. Iloyim, o'shani adingmi hammaga qizim?